Suyumik dostlar, yaxshimisilar? Radio to'lqinlarda yana uchrashdik. Men do'stinglar Zubayda Tursun. Anglayotganingiz Mung Devishlar programmasi. Har kuni kech radio to'lqinlarda men Kemra. Qadrli do'stim, siz nima his qildingizmi? Yoshning cho'ng'ishiga agishib, biz asta shuni payqaydi ekanmiz. Gapimizni anglaydigan, bizga holmo aytadigan kishilar bag'an sir ozlab ketib boradi. Hatta ba'zida birasining biz bilan mungdashishini, ko'nglimizga gaplarimizga quloq selishini orzulab qoladi ekanmiz. Ammo paranglashqadek biror do'stni topolmaydi ekanmiz. Hayotdagi ko'ngilsiz ishlarning 10-9i hamma odamning tilqisonchiligi va boshqalar bilmaydigan azoblar bu xalqidan bo'lsa kerak. Amaliyotda hech kim ko'rinishidagidek qaysar emas. Faqat cho'ng bo'lgandan keyin kulimsirashni azobning o'rniga, sukutni jidalning o'rniga dastishga odatlanib qolamiz xolos. Chunki cho'ng bo'lgan sari atrofimizdagi muhim kishilarni ansiratmaslik, shundaqla chog'liq kishilarning bizni masxir qilish fursatiga erishib qolmaslik uchun ko'nglimizga gaplarni deb yurmaydi ekanmiz. Shundaqla yana yosh cho'ng'aygan sari hamma odamning bizga chin ko'ngildan chiqarib muomala qilolmaydiganligini bayqaydi ekanmiz. Shunga ba'zi gaplarni boshqalarga deb bersak, ular chaqchaq o'rinda muomala qilib, burilib boshqalarga deb berishi mumkin. Biz ziyon tortib boshqalardan ehtiyot qiladigan bo'lib qoldik. Azar yeyverishga sukut qilishni o'rganib oldik. Menimcha bo'lganda kichik turmushda o'zingiz bardoshlik beramagan ishlarni boshqalarga deyishingizdan qilch hojati yo'q. Chunki hamma odamning sizga o'xshash hissiyoti bo'la olishini tayin. Shunga nurg'ulg'an ishlarni ichingizga yutib yetib, cho'ng kichik ishlarga o'zingiz yolg'iz yuzinishga ko'ning do'stim. Biz bugungi Mung Devishlarda o'sha haqdagi his tuyg'ularimizni o'rtoqlashib boqaylik. Balkim fikrimiz bir yerdan chiqib qolishi mumkin. Balkim anglab bo'lgandan keyin yeniklab qolishingiz mumkin. Har kuni keshdiki, mana bu kechlik anglatish vaqti men uchun intayin qimmatli. Shundaqla siz uchun qimmatli bo'lishini umid qilaman.